Valijon aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'p, o'zingizni bir daqiqada tanishtirish kerak bo'ladigan bo'lsa, qanaqa tanishtirgan bo'lardingiz? Salihov Valijon Ermak savdo belgisi bilan mahsulot ishlab chiqaruvchi kompaniyalarning rahbariman. Zo'r. Qayerdamiz hozir? Biz Bo'stonliq tumani Xumson qishlog'i yonida dala hovlida biz. Bu sizga tegishli bilishim bo'yicha, chunki logotipni ko'rdim, Xuddi bizga tegishli. Bu joyimiz oilaviy dam oladigan joyimiz, shu jumladan biz meni shaxsan sport bilan shug'ullanishim sharoit bo'lgan joy va qolaversa kundalik ishlardan ozod bo'lib fikrlash, nima qilish kerak degan savolga javobni shu yerdan, mana shu tinchlikda, xotirjamlikda shu yerda topamiz. Aha, ya'ni ijod qiladigan, yangi g'oyalar, yangi bizneslarni o'ylaydigan joy desak bo'ladi. Shunday. Aha, tadbirkorlarda shunaqa muammo borki, men kuzatganim, to'g'ri dam olishni bilishmaydi. Ya'ni dam olishda ham, xayoli biznesda sizda ham shunaqa holatlar bo'lganmi yoki nimani biznesdan xayol hech vaqt ketmaydi. Faqat uxlagandagina ketmasa, unda ham ketmaydi. Ya'ni kundalik kompaniyadagi kundalik hayot, kundalik ishlar agar men u yerda bo'lsam, menga u yer tinchlik bermaydi. Men o'sha sharoitda sal bir qisman uzoqlashishim va fikrlashishimga vaziyat joy kerak. Yangi ochgan bizneslaringiz yoki yangi yo'nalishlaringiz aynan shu joyda o'ylab topilgan. Endi shunaqa shunday. Bugun siz bilan biznesingiz haqida, undagi tizim haqida, xodimlarni qanaqa tanlashingiz haqida, hayotiy va biznesdagi prinsiplaringiz haqida gaplashamiz. Ketdik. Bu hayot bu. Bu yerda siz qandaydir bir ma'noga, bir qandaydir bir rivojga ega bo'lasiz. Hayotingizda ma'no, ilmingiz, bilimingiz, insoniy munosabatlaringiz o'zgaradi. Biz bilamizki, eng yaxshi insonni baxtliligi, saodatligi, insonni uni do'sti ko'p bo'lsa, uni yaqini ko'p bo'lsa, uni xayrixohi ko'p bo'lsa, o'sha odam baxtli. $1 million pul bo'lsa-da, hech kimingiz bo'lmasa atrofda, mutlaq baxtsiz bo'lasiz. 1992-yilda biznes boshlagansiz. U davrlarda o'zi hamma teng yashashi kerak, hamma bir xil yashashi kerak degan tuzum bo'lgan deylik. Qayerdan keldi o'zini biznesini boshlash fikri sizga? 91-yilda O'zbekiston mustaqil bo'lgan bo'lsa, 92-yilda biz ham, men ham shu xususiy tadbirkorlikni amalga oshirish mumkin bo'lganini sezgan holda, xavotir bilan albatta, bezovtachilik bilan albatta, o'zim ishlab turgan, o'zim mehnat qilgan 20 yil davomida qurilish mexanizmlari bilan yuritardik. Toshkent shahrida qurilish ishlari uchun yer ishlarini bajarib beradigan boshqarma bo'lardi. Shu boshqarmada ko'p yillar davomida, 18 yil davomida faoliyat ko'rsatdim. U yerda masterdan tortib to bosh injenergacha yo'lni bosib o'tdim. Ko'p yil umrim uchastka boshlig'i vazifasida o'tdi va u yerdagi munosabatlarni juda murakkabligi, insonni qadr qiymati yo'qligi, resurslarga bo'lgan munosabatda juda salbiyligi, natija chiqmaganligi, insonlar harakat qilmay, intilmay qo'ygani sabab, shu sabab meni ham mana shu xususiy tadbirkorlikka, xususiy kompaniya ochib, xususiy edi o'sha vaqtda MP Malaya предприятие deb atalardi. Shuni ochib, shuni nimadan ro'yxatdan o'tkazib, Olmazor tumani, u vaqtda Sobir Rahimov tumani edi. Ro'yxatdan o'tib, biz 92-yilda o'z faoliyatimizni boshladik yaxshi niyatlar bilan. Shu joyda tadbirkorlik qanaqadir xususiyati deymizmi, tadbirkorlikni qaysidir ma'noda bir чувство deylik, hissi sizda bo'lgan deb xulosa qila olamizmi? Ya'ni 92-yilda, 91-yilda mustaqillik bo'lgandan keyin ham hamma biznes ochmagan, hamma biznes bilan shug'ullanmagan. Siz oldinroqdan sezgansiz desak bo'ladimi?
ya'ni shu soha aynan rivojlanishini yoki biznes bilan shug'ullanish kerakligini, chunki eslatib o'taman, 92-yil siz 41 yoshdasiz. Bu qaysidir ma'noda risk, oila, bola chaqa. Shu darajada murakkab ediki davr, u davr. U vaqtda 70%, 60% ishchilar, xizmatchilar, olimlar, mutaxassislar, quruvchilar shu jumladan parokanda bo'layotgandi. Boradigan joyimiz o'zi yo'q edi. Boradigan joyimiz o'zi yo'q edi. Bu ikki. Birinchidan biz kam axborotga ega bo'lganmiz, lekin dunyoda kapitalizm dunyosi deb atalardi. Bozor iqtisodi yurg'izilgan dunyoda hayot muvaffaqiyatlik, insonlar ozod, baxtli saodatlik, to'kin sochillik ligini har holda qisman xabarimiz bo'lgan. Masalan, avtomobillardan olganda biz 4-5 Sovet ittifoqida ishlab chiqaradigan avtomobilni bilardik. Moskvich, Volga, Zaporojets, yana 3-4 yuk mashinalari, boshqa mashina bo'lmasdi. Shularning yonida unda kamdan kam bo'lardi. 10 mingta Sovet mashinasini oldiga bitta Mercedesmi, bir 20 yillikmi, 30 yillik Mercedes kelib qolardi. Haligi Mercedesni ko'rib, ichini ko'rib, tashqarisini ko'rib, havosimiz kelib qolardi. Yoki kiyim, firma ne ekan degan iboralar bo'lardi. Masalan, jinsiy shim. Jinsiy shim anqoni urug'i edi. Uni topish u juda murakkab edi. Levis siz elingizdagi o'sha firmani masalan shimlari, boshqalari u juda kamyob, topilmas matoh edi. Yaponiyani rivoji, Germaniyani rivoji, Amerikani rivoji, u to'g'risida bizning xabarimiz bor edi. Endi ana shu keyin firma degan so'z o'sha vaqtda oho, bu odamning firmasi bor ekan degan ibora bo'ladi. Shu mana shu vaziyat, mana shu sharoit bizni o'sha xususiy ish boshlashga, o'zimiz korxona ochib, o'zimiz faoliyatimizni aniqlab, o'zimizni pulimizni tikib, javobini ham o'zimiz beradigan darajaga bo'lganiga ming shukr qilardik. U to'g'ri shunday edi, haligi biz parokanda bo'lar ekanmiz, ertaga ishlamay qolar ekanmiz degan fikr kam edi. Biz unaqa narsani bilmasdik. U keyin u paydo bo'ldi, keyin tushunib qoldikki, biz u firma ochgan bilan yoki kompaniya ochganingiz bilan yoki bir xususiy siz muvaffaqiyatli bo'ldingiz degan gap emasligini u keyin bilib qoldik. Agar biz balkim o'sha vaqtda bilganimda o'sha ishga bormasmidim, balkim shunaqa ham bo'lishi mumkin edi. Start nuqtada demak sizda birinchidan qo'rquv yo'q, ikkinchidan mas'uliyatni bo'yningizga olgansiz, uchinchidan tavakkal qilgansiz. Shu 3 ta narsa va qancha pul? Hech qancha. Sovet vaqtida ittifoqi davrida ishlab yurganlarda u yerda u cho'nchagida halol ishlaganda balkim bir qandaydir bir toifalarda pul bo'lar, ishlab yurganini cho'nchagida ortiqcha pul bo'lmasdi. Biz birinchi jihozimizni 5000 ga olgan bo'lsamiz, uni 4000 qarz edi. $1000 o'zimniki edi masalan. Bir eski Moskvichim bo'lardi, ish Moskvich, u 20 yillik edi, bir o'rtog'imniki edi. Uni ham men ijaraga olib, $400, $300, $100 berdim, qolganini keyin beraman deb ishlab yurardim. Katta pul bizda bo'lgan emas. O'sha birinchi ishimizni, birinchi haligi ishlab chiqarishimizni birinchi jihozimiz, ishlab chiqarish jihozimiz $5000 turgan bo'lsa, $4000 yana qaytaraman, qarz edi. Zo'r. Xo'p, $900, $1000 deylik. $1000 pulingiz bor, $3000, $4000 qarz oldingiz, biznesni boshladingiz. Ya'ni biznes ham bitta jihoz sotib oldingiz, o'sha bilan boshladingiz. Qachon transformatsiya nuqtasi bo'ldi? Ya'ni qachon katta brendga aylanishni boshladingiz? Qaysi nuqtada? Necha yildan keyin? Endi undan oldin nimadan oldin ishlab chiqarish boshlashdan avval savdo bilan shug'ullanganmiz.
o'sha yerda o'sha vaqtda kompaniya firma tuzganlarni 100 tadan 100 tasi oldin savdo bilan shug'ullanardi. Chunki do'konlarda hech narsa yo'q edi. Siz ko'z oldingizga keltirishingiz qiyin. Absolyut hech narsa yo'q. Na jihoz, na kiyim, na oyoq kiyim, na bir boshqa umuman hech narsa yo'q. Ana o'sha narsani olib kelish, O'zbekistonga olib kelish muammosi bor edi. Chegaralar ochiq edi. U 92-93-yilda chegara yopilgan emas. Nima bo'lsa ham davlat ham kela qolsin deb afg'onlar birinchi bo'lib kirib kelganlar, hindistonliklar kim erinmasa, sovun bormi, eng sifatsiz, kiyim bormi, hamma narsa kirib kelaverardi. Oyoq kiyimmi korobkada namunasi olib kelinardi, mana buni tarqatib, minglab odamlar, bolalar ko'cha-kuyda tufli olasizmi, mebel olasizmi, un olasizmi, kamera olasizmi, nima olasiz deb yurilgan davrlar bular. Ana endi o'sha davrda biz ishni boshladik va o'sha ishni savdo qilgan vaqtimizda, savdo qilgan chet eldan ham mahsulot olib kelishni amalga oshirdik. Biz faoliyatimizni ishlab chiqarish bo'lgan faoliyatimizni 93-94da ishlab chiqarishni boshlaganmiz. Ha, 93da boshlaganmiz. Biz quritish jihozi qo'yganmiz. Kichkina bir xonaga meva quritardik. U meva quritishni juda yuqori sifatli mahsulot chiqdi, lekin uni hajmi kichik bo'ldi. U hajm bilan uzoqqa borib bo'lmasligini tushunib qoldik. Tasodifan UzFood degan bir kompaniya ochildi, kamdan kam edi. Jihoz olib keluvchi bir kompaniya, ya'ni oziq-ovqat mahsulot jihozi. Anvar degan bir nimasi bor edi, rahbari, u kishi Bolgariya fuqarosi edi. Shuni nima qiling, oling, bir ko'ring deyishdi. Bo'lmasa, pista kungaboqar pistasi, umuman pista degan narsa bu obro'siz, madaniyatsiz odamni mashg'uloti hisoblanardi. Chunki u masalan toza bo'lmagan holda og'ziga olinardi, labga, keyin olingandan keyin u tuflab tashalardi, u yerga tushardi, atrofingiz hamma yog'i pista bo'lgan, pista chaquvchi odam beadab odam hisoblanardi. O'shani noiloj o'sha ishni boshladik. Boshlaganimizda u $5000 $4000 qarz, $1000 oldik. Bojxonaga kirib keldi u. Bojxonaga kirib keluvdi, o'sha $5000 nimani qovurish mashinasini, u kofe qovuradigan mashina edi, MKP-20 degan. Hozir ham ishda. Hali ham ishlatamiz. Hali ham ishda. Hozir biz bir laboratoriya jihoz sifatida ishlatamiz uni, hozir ham ishlaydi. 15 kun, 20 kun hujjatini qildik, omborga qo'yildi. U omborda men uni 3 kun, 4 kunda bir borardim omborga. Ombor darvozasida yuzi ochilardi, ichkariga kiritilmasdi. U uzoqda bir 50 metr narida turgan bo'lardi. Yaltillab turgan nirjevekidan qilingan mashina, balandligi bir 2 metr keladigan. O'shani mashinani borib, uzoqdan ko'rib, tomosha qilib qarab qaytib ketardim. Hujjat qilish shu darajada murakkab, aql bovar qilmaydi. Hozir biz bir kunda kirgan mashinani bir kunda olib chiqib ketamiz, olib kiramiz, bizga kirgan import bo'lib, eksport bo'lganimizda hozir bir kunda olib chiqib ketamiz. 15 kun, 20 kun, $5000, 15 kun, 20 kun hujjat qildik. Bunday bir kitob hosil bo'ldi u. Yig'gan hujjatlarimiz. Bitta jihozni olib kirishga. Keyin uni mashinaga ruxsat bo'ldi, uni mashinaga ortdim. Gaz 53 mashinasi edi, tepasiga bartavoy, tepasiga qo'yildi, boylandi har tarafdan. Keyin o'zim ustiga chiqib oldim. Haligi mashinaning ustiga-da, ustida ushlab ketyapmanki, shu yiqilib ketmasin, shuncha qiyinlik bilan olib kelgandim. Ana shunday qilib mashinani olib keldik, mashinani ishlatdik. U mahsulot pista kungaboqar pistasini hech kim qadoq qilmasdi u vaqtda, qovurilmasdi, u hammasi o'z sharoitida bo'lardi. Do'konlarga borsangiz, ba'zan ko'p hollarda sizlarning esinglar bormi? Do'konda ham pista sotiladimi degan gap bo'lardi. Hamma ham olavermasdi uni. O'sha ko'chada pista sotuvchi o'shalar yaxshi bo'pti, har kuni qovurishim qiyin bo'luvdi, yaxshi bo'pti deb o'shalar
olishni boshladi. Keyin sekin asta opsda degan narsani ishqibozi ko'p ekan. Kundan kunga hajmi oshib ketdi. 18 so'm edi. Bitta qadog'i. Bir qadog'i o'sha vaqtda 18 so'm edi. O'yda qovurilgan pista bir kunga yetardi, achib qolardi. Bizniki 1 oy, 2 oy, 3 oy turganda ham achimasdi. Mazasi ham juda yuqori sifatli edi. Ana shunaqa qilib haligi ishimiz yurishib ketdi. Haligi qarzni ham qutuldik. Sal pal ozgina nimamiz cho'nchagimizda 5 so'm pul ham paydo bo'la boshladi. Qarzimiz bor edi, u qarzdan ham qutulishi iloji bo'ldi. Mashinani ham sotib yuborgandim. Yaxshiroq Jiguli mashinam bor edi. Uni ham sotib yuborgandim. Bozorga borib bitta Jiguli olaman dedim. Nexia bo'lib qoldi. $4000 edi pulim, $5000 zarar bo'lib qoluvdi. Bitta tanishimiz oling, mana shu yaxshi mashina ekan dedi, Nexia olib berdi. Nexiaga o'tiruvdim, xuddi kosmik raketaga o'tirgandek bo'ldim. Yangi dunyo, boshqa dunyo. Ha, boshqa dunyo, boshqa bir yurishi. Dedim, shunaqa ham bo'lishi mumkin ekan-da mashinani, chet el mashinasini. Xuddi kosmik raketa. Biz mingan Moskvich, Volga yoki boshqa haligi mashinalarning oldida u kosmik raketa dedi. Shunaqangi yumshoq, shunaqangi mayin mashina ediki, endi maza qilib minadigan. Jiguli to'g'risida gap bo'layapti. Haligi eng birinchi Jiguli, 78-yil bo'lsa kerak endi bu. Nimaga Mercedes emas? Orqada o'tirib ketadi. Nimaga endi bu? Endi yoshlarning mashinasi deyiladi-da. Shunaqa crossover. Aha. Biz tog' sharoiti, biz bu yerga chiqishga shu narsada endi nima bilan yo Maybach yo sedan bo'lmaydi-da bu yerga. Ha. Qishda qish bor, yoz bor, qishda mana ham tepaliklar qor bosadi. Bu yerda Toshkentda shunday qor yutsa, bu yerda 1,5 metr qor bo'ladi. Sharoitga kelib ketishimizga shu ma'qul. Aha. Bizneslaringiz yurgandan keyin sizda tog'larga bo'lgan, sportga bo'lgan muhabbat oshdimi yoki oldin ham shunaqa edi? Yo'q, keyin ko'paydi. Oldin unchalik emas edi, 40 yoshimgacha men qurilishda ishlardim. Ertalab soat 7:30da ishga borib, kechqurun soat 8-9da kelardim. Uyga holimdan toyib hech qanaqa jismoniy kunim bo'yi yurardim-da, hech iloji yo'q edi. Shu joyda yana savol tug'ildi. Mana hozir aytyapsiz, injener bo'lib yurardim, 8da kelaman, charchayman, uxlab qolaman. Sug'ur kuniga o'xshab har kuni bir xil takrorlanadi. Shunday. Hozir shunaqa tendensiya bor, tadbirkor biznesmen bo'lishga undashyapti. Ya'ni o'z biznesingni boshla, o'zingni ishingni boshla. Kimdir aytadi, menga kimnidir qo'lida yollanma bo'lib, ishchi bo'lib ishlash qulay, chunki 9 dan 6 gacha ishlayman, ishim tugadi, oilam bilan ko'proq vaqt o'tkazaman, ko'proq dam olaman, men ham kamroq qiynayman. Qanaqa qaraysiz? Kishini, insonni tabiatiga, ruhiy holatiga, falsafasiga bog'liq. Balkim bu bosh og'rig'idan ko'ra, bosh og'rig'idan keyin ertalab 8 ga borib, kechqurun 5 gacha ish bajardingiz, yuqori sifatli mutaxassis, yuqori sifatli bo'lish kerak, chunki o'shangina yaxshi pul topasiz, yaxshi yashaysiz. U ham yaxshi yo'l. U ham yaxshi yo'l. Bu yo'l ham yaxshi yo'l. Endi bu yo'lda tavakkal bor-da. Endi biz biznes ochgan davrlarimizda nisbatan hozirga qaraganda bozorni egallash nisbatan yengilroq edi. Osonroq edi. Hozir ham oson. Masalan, dunyoning boshqa mamlakatlariga nisbatan bizda O'zbekistonda hali juda bozor bo'sh. Bozor bo'sh, ko'p ish qilsa bo'ladi. $1 million necha yoshda ishlab topgansiz? $1 million topibman degan o'lchov bo'lgan emas. Yillar mana 30 yildan 35 yil bo'lgan bo'lsa, pulga munosabat yillar davomida o'zgaraveradi. Birinchi ish boshlaganida boy bo'laman degan bir qandaydir bir fikrni bir qismi bo'lgan xolos. Muvaffaqiyatli bo'laverganingiz sari pul birlamchi emasligini sezib qolasiz. Pul zarur. Yurg'izish uchun, harakat uchun. Lekin mukammal, ya'ni kelajakli istiqbolli tadbirkorni men nazarimda bu ishlab chiqarish bilan bog'liq 100% 100dan 100 kelgan foydani albatta
yana biznesga rivojlantirishi, kompaniyani yana kengaytirishiga harakat qiladi. Men ham xuddi shunday bo'lgan, u hech vaqt topilgan pul anitga olib qo'yib, mana bu yerda 1 million pulim bor ekan, 10 million pulim bor ekan yoki $5000 pulim bor ekan degan pul turmaydi. Pul keldi deguncha yana harakatga, оборотga kirib ketaveriladi. To'xtamas faoliyat u. Keyingi yillarda oxirgi ayniqsa keyingi mana bir 10 yillik gap, 8 yillik gap, 16-yildan keyingi davrimiz u alohida davr. O'sish, rivojlanish, keskin o'rish davri. O'sha vaqtda pulga bo'lgan munosabat keskin o'zgardi. Oldin ham shunaqa edi. O'zgargani nimadan iborat? Maqsad pulim ko'paysin degan hech qanday bir falsafa, niyat, istak qo'yilmaydi. Siz mahsulot ishlab chiqaryapsiz, sizni mahsulotingizni iste'mol qiluvchi, iste'molchi, sizni xizmatingizdan foydalanuvchi, agar siz xizmat qilsangiz, sizni mahsulotingizdan foydalanuvchini ko'ngli, o'shani dili, o'shani manfaatini o'ylagandagina siz muvaffaqiyatli bo'lasiz. O'shaning uchun birlamchi o'sha qanday qilsamikin iste'molchini yoki agar xizmat sohasi bo'lsa, xizmatchini ko'nglini olaman, qanday qilib uniga ma'qul bo'laman, ana o'sha birlamchi. Va yillar o'tgandan keyin u ish boshida ham albatta o'sha siz bilan ishlovchi, sizni ixtiyoringizga kelib ishlovchilar bor. Masalan, biz 3 kishi bilan boshlaganmiz, hozir 600 kishimiz. Biznesda biznesmenni bir majburiyati bor. Ishlovchi sizga, siz uni ishga olgan bo'lsangiz, siz uni o'z oilangizga qabul qilgan darajasida qabul qilishingiz kerak. Uni ko'ngli qanaqa bo'lyapti, dili qanaqa bo'lyapti, qay darajada rozi bo'lyapti, uni issig'i sovuq qanaqa, tashvishi qanaqa. Ana o'sha narsa birlamchi. Keyin qolaversa, yana birlamchi narsalardan siz bilan men birinchi bo'lib iste'molchini aytdim. Ikkinchi, siz bilan xizmatda bo'layotganlarni ko'ngli, dili, roziligini aytdim. Va uchinchisi, siz bilan yillar davomida yuzlab, balki bundan ham ko'p kompaniyalar bilan har doim faoliyatdasiz, ham bilan ishlaysiz. Siz ular ham siz bilan ishlab, ular ham xuddi siz o'rgandek shundan manfaat topaman, shundan foyda ko'raman degan fikrga boradi. O'shaning uchun biz har doim men savdo qilganimizda, haligi nima olib borganim, muhokama qilganimizda menga bo'lsin, men foyda olay, menga yaxshi bo'lsin degan falsafa qilmaymiz. Biz shunday ishlaylikki, sen ham manfaat topgin, biz ham manfaat topgin degan yo'nalishda ishlaymiz. Zinhor, bazinhor kamaytirib ber, azontirib ber, men buni kamaytirib ber. Haligi ba'zan bu narsa afsuski bizda qon-qonimizda bor. Kamaytirib ber, azontirib ber, to'g'rilab ber, men buni yana ham kamaytirib ber degan narsa bo'ladi. U narsa to'g'ri emas u. Yana qaytaraman. U taraf ham manfaatdor bo'lish kerak. Buni biznes yo'nalishida biz keyin o'qib ilmimiz oshganda bilib qoldik. Выиграл deyiladi. Ya'ni yutding. Har taraf yutishi shart. Ana demak siz atrofingiz bilan xaridor, ishlovchilar, siz bilan kompaniyani faoliyat davrida siz bilan faoliyatda bo'lganlar hammasini ko'nglini olishingiz kerak. Yana ko'nglini olganda ham biz muzokara olib borganda qanday qilib, nima qilib ko'p pul topaylik yana demaymiz. Bizni ta'minotchilarimiz ham ko'pchilik hollarda biz ular bilan do'stmiz, yaqinmiz. Chet ellar bilan biz dunyoning 9 ta hozir 10 ta kompaniyasi bilan eksportimiz bor. Ular bilan ham maksimal darajada ko'proq holatda do'st bo'lgan sharoitimizdagina bizni ishimiz yurishadi. Faqat fikri yoding qanday qilib boy bo'layu, qanday qilib pulimni ko'paytirib emas, siz u yerda bu hayot bu. U yerda siz qandaydir bir ma'noga, bir qandaydir bir rivojga ega bo'lasiz. Hayotingizda ma'no, ilmingiz, bilimingiz, insoniy munosabatlaringiz o'zgaradi. Biz bilamizki, eng yaxshi
insonni baxtliligi, saodatligi, insonni uni do'sti ko'p bo'lsa, uni yaqini ko'p bo'lsa, uni xayrixohi ko'p bo'lsa, o'sha odam baxtli. $1 million bor odam baxtli emas. $1 million bo'lsa-da hech kimingiz bo'lmasa atrofda absolyutno yoki mutlaq baxtsiz bo'lasiz. Hozir aytib o'tdingiz, ya'ni qayerdadir biznes ta'limni oldik deb keyinchalik. Qayerda o'qidingiz? Biznes umuman ta'lim to'g'risida bir fikrlashib olamiz. Men o'zim mutaxassisligim injener mexanikman. Irrigatsiya deb ataladi. Toshkent qishloq xo'jaligi mexanizatsiyalar va irrigatsiyalar injenerlar instituti imtihoni qishloq xo'jaligi mexanizatsiyalar fakultetini bitirganman. Men uchun ahamiyatli, men uchun qiziq bo'lgan fanlar bular matematika, otam matematika o'qituvchisi bo'lganlar, bu fizika, kimya kamroq. Matematika va fizika meni eng haligi yaxshi ko'rgan, men uchun qiziq bo'lgan fanlar. Endi hozir nima uchun ilmga o'tsamiz, o'zi nima uchun siz muvaffaqiyatli bo'ldingiz degan savol berganingiz, menimcha shunaqa savolingiz bo'lsa kerak. Nima uchun kimdir muvaffaqiyatli bo'ladi? Biznes boshlaganda kimdir muvaffaqiyatsiz bo'ladi. Oxirgi ilmiy gaplar milliarderlar, masalan, juda katta boylik egalari, katta biznes egalari kimlar degan savol bor. Kimlar bo'ladi? Yoki kimlarda muvaffaqiyat bo'lmaydi? Ko'p hollarda umumiy haligi muvaffaqiyatli bo'luvchilar bu matematik, bu fizik, bu kimik. Biznes sohasini bilganlar, agar ularga baho beradigan bo'lsangiz, biznesmenda 4 yoki 5 baho, 4,5 qo'yiladi. Matematikka, fizikka, kimikka. Haligi shundan boshqa fanlar egalari ko'proq muvaffaqiyat bo'lish qiyin. Aynan biznesda. Va biznes o'qiganlar. Biznes o'qiganning qay darajada ahamiyati bor desa, 5 balldan bitta balli, masalan 20% ahamiyati bor. Yana ham chuqurroq kiramiz. Bosh miya faoliyatida bosh miyani tashxis qo'yish xususiyatiga ega bo'lish kerak bosh miya. Ya'ni analiz qiluvchi. Analiticheskiy degan ibora bor. Analiz qiluvchi, fikrlovchi odam. 2 ga 2 ni ko'paytirsangiz 4. To'g'rimi? U bilim yoki institutga kirdingiz, masalan, bakalavr darajasi hozir bu yangi zamon, bizda oliy ma'lumot bo'lardi, 5 yil bo'lardi. Bilimli oliy ma'lumotlik degan ibora bo'lardi. Oliy ma'lumot, ya'ni sizni juda yuqori ma'lumotga egasiz deyilardi. Oliy ma'lumotni hozir mana oliy ma'lumot. Hamma ma'lumot bor ichida. Ma'lumot keragi yo'q. Bosdingiz 1 sekundda, 30 sekundda qolgan dunyoning hamma ma'lumotini beradi. Ma'lumotli bo'lish degan so'z muvaffaqiyatli bo'lish degan emas. Analiz qiluvchi, tashxis qilishi bilish kerak. Nima uchun, nima sabab, nima qilish kerak degan savol bo'ladi. O faoliyatingiz boshida g'oya. G'oya 90% holatda g'oya kelaveradi. Lekin keyin sizni faoliyatingizda har kuni o'nglab, katta biznes bo'lganda yuzlab fikrlash kerak bo'ladi, g'oya kerak bo'ladi. U g'oyani siz har kuni qilishingiz kerak. Uning uchun bosh miya faoliyatida
analiz tashxis qiluvchi xususiyat bo'lishi kerak. O'zbekiston sharoitida keyingi masalan 30 yil davomida biz men bilishimcha eng yosh katta nimalardan firmalardan bittasi biz bo'lsa kerak yoki balkim birinchidir biz yoki 33 yillik nimaga ega bo'lgan, tarixga ega bo'lgan. Minglab kelib ketdi shu davr ichida. Nima uchun masalan Ermey yoki yana bir boshqa kompaniya rivojlandi-yu, boshqasi rivojlandi. Nima sabab? Nima ekan? Bu joyda o'sha kompaniyaning rahbari yoki o'sha yerda bir g'oya beruvchi da analiz qiluvchi, tashxis qiluvchi, idrokki mukammalligi darajasidagi inson borligi. O'sha sabab hamma ham yurib ketavermaydi, hamma ham haligi maktabda 5 ga o'qigan bola hammasi ham har doim muvaffaqiyatli bo'lmayotgani sababi nima? U bilim olgandan tashqari, hali ilmi bilimi bo'lgandan tashqari u tashxis qo'yishni bilish kerak. 74 yoshga kirasiz bu yil. Pul siz uchun qaysidir ma'noda muhim faktor emas. Har kuni ertalab uyg'onib ishga borishga nima undaydi? Maqsad. Maqsad 5 yilga, 8 yilga, 10 yilga qo'yilgan maqsad bo'lishi kerak. Ana o'sha maqsadda borligi sizni harakatga intiladi, harakatga yo'naltiradi. Insonni baxtliligi o'lchovi degan bir ibora bor. Kim baxtli? Yoki sal boshqaroq desa ham bo'ladi, o'rischa gapirganda sostoявшийся, ya'ni amalga oshgan erkak, amalga oshgan kishi degan narsa bor. Qo'lidan bir ish kelib, oilasiga, o'ziga, oilasiga, atrofdagilariga, masalan, meni holatimda o'g'il qizlarim, nevaralarim, evaralarimga, atrofimga, uka, singillarim, opalarimga foydam tegadigan, foydam tegishligidan xursand bo'laman. Ertalab uyg'onishingizga sizni maqsadingiz uyg'onib ishga kelishingizga maqsadingiz majbur qiladi. Mana chopqillab ishga boraman ertalab. Chopqillab boraman. Endi ish kunim qanday boshlanadi? Masalan, bu yerda men dala hovlida bo'lsam, ertalab vohli turiladi, 7 da zalga tushiladi. Sport bilan shug'ullanasiz birinchi o'rinda. Shu narsani aytib qo'yay. Muvaffaqiyatli bo'lishni 100% sharti, ya'ni yuqori muvaffaqiyat bo'lish. Sport. Dunyo milliarderlarining 100dan 100 tasi sport bilan shug'ullanadi. Sport bu avvalambor sog'lik bo'lsa, keyin qolaversa bu iroda. Hamma ham o'zini tanasini qiynab, jonini qiynab sportga boravermaydi. Keyin sport keyin u zaruratga aylanib ketadi, u keyin sovuq basseyn har kuni. Agar u sovuq basseyn bo'lmasa, Toshkent sharoitida bo'lsa, sovuq suv, qishin yozin sovuq suvda ertalab siz shunday haligi jonli bo'lib qolasiz. Sizlar kelishinglardan avval men o'zi basseynimni suv turib, basseyndan chiqdim. Shu mana shu narsalar yana oldinda yana bir 80 yoshimgacha inshaalloh Alloh nima bersa, umr bersa, yana 80 yoshgacha rejalarim, istaklarim bor. O'shangacha ham istak harakatima. Endi buni bu istagimni hech bir qiziqli joyi yo'q. Dunyoni milliarderlarini ko'p qismi 70 dan 80 dan oshgan. Dunyoni mamlakatlarini boshqaruvchi prezidentlar ham 70 yoshli, 75 yoshli, 80 yoshli insonlar katta dunyoni mamlakatlarida prezident bo'lib ishlayapti. Biz nima uchun qila olmaymiz bu narsani? Zo'r. Endi bizda hozir yoshlarda shunaqa narsa bor. Ya'ni ular 30 yoshda, 35 yoshda pensiyaga chiqmoqchi. Ya'ni ko'proq pul topmoqchi. Bo'ldi keyin sayohat qilib, boshqa ish bilan shug'ullanib, baliq oviga borib yurishmoqchi.
Siz hozir 74 yoshga kirasiz bu yil, hali ham energiyaga boysiz, hali ham o'zingizning maqsadlaringiz bor, yana hozirgidan ham ko'proq rivojlanmoqchisiz. Qayerdan bunaqa motivatsiya, energiya? Bilasizmi? Hali baxtlilik to'g'risida. Inson qaysi vaziyatda baxtli? Siz pulingiz ko'p. Pulingiz ko'p, ishlashga zarurat yo'q, lekin dam olmoqchisiz. Bir kun dam oling, 5 kun dam oling, 10 kun dam oling. Charchiysiz. Dam olishdan charchiysiz. İnsonni bosh miyasini har doim faoliyatda bo'lish qilib rejalashtirilgan. Yakshanba kunimi, boshqa kunimi yoki ish kunimi divanga yotingda osmonga qarab 15 minut yoting. 15 minut yotganingiz sizga yetarli bo'ladi. Siz bezovta bo'lishni boshlaysiz. Sizga yomon fikrlar keladi. Insonni eng baxtlilik davri bu bir narsani yarata olsa, bir narsani amalga oshsa, kimgadirdan bir minnatdorchilik eshitsa, собственный значительность degan narsa bor. U narsa ham ahamiyatli. Qadrli bo'lsa, siz mehnat qilib charchaganingizdan keyin dam olishning ma'nosi bor. Dam olishdan keyin yana dam olishdan keyin siz bir haligi yomonroq bir gap so'z eshitaman, parazitga aylanib qolasiz. Avvalambor jamiyat uchun parazit bo'lasiz. Siz o'zingiz uchun ham parazit bo'lasiz. Agar 35-40 yoshga chiqib, yigit degan narsa u ishdan qolib faqat dam olishga o'tgan bo'lsa, u jamiyatni vazifalarini, jamiyatni iqtisodiy vazifalarini kim bajaradi? Bilishim bo'yicha Ermak mahsulotlarini chet elga ham eksport qilinadi. Nechta davlatga? Hozircha 9 ta davlatga. Necha foizini tashkil qiladi umumiy aylanmani eksport? Katta qismi yoki kichik qismi? Taxminan 10%dir. 10% eksportga. Zo'r. Eng ko'p sotiladigan mahsulot qaysi? Kungaboqar pistasi, qurt. Eng marjasi yuqori bo'lgan mahsulotchi? Eng marjasi yuqori bo'lgan mahsulot, endi hammasini marjasi bir xil, unaqa bir alohida ayta olmayman. Xomashyoni qayerdan olasizlar ishlab chiqarish? Xomashyoni asosan O'zbekiston. O'zimizni tadbirkorlardan. O'zbekiston va chet eldan ham oladigan xomashyolarimiz bor. Sifat nazorati qanaqa bo'ladi ularning? Qanaqa jarayonlar bo'ladi yani? Ermakni borligi, ermakni kelajagi bu ermakni mahsulotni sifatiga bog'liq. Eng mukammal, eng sifatlik xomashyodan sifatlik mahsulot chiqadi. Biz olayotgan mahsulotlarimiz respublikada bor yoki olib kelish iloji bo'lgan mahsulotlarning eng yuqori sifat. Eng yuqori, eng qimmatini olinadi. Jihoz ham xuddi shunday o'ta yuqori sifatli jihoz bo'ladi. U ham avaylab, asrab e'tibor qilib, ya'ni sifatni boshlanishi uchun bir necha ko'rsatkich bor. Bu xomashyo, bu yaxshi jihoz, ishchilarning ruhiy holati, bu ham sifatga bog'liq. Va qolaversa sifat nazorati. Bir necha etapdan iborat. Biz hamma mahsulotlarimizda halol sertifikatimiz bor. Xalqaro halol sertifikat hamma mahsulotlarimizda. Yevropa uchun nima xavfsizlik sertifikatlarimiz bor. 5-6 sertifikatimiz bor, halol sertifikatimiz ham bor. Ya'ni sifatlik bo'lishi u mutlaq bo'lishi shart. Ya'ni bizni O'zbekiston sharoitida qay darajada bajarishi iloji bo'lsa, shunday bajaramiz. Eng yuqori sifatli mahsulot ishlab chiqaramiz. Tadbirkor o'zini mahsulotini birinchi o'rinda o'zida sinab ko'rish kerak, keyin boshqalarga taqdim qiladi ko'pincha. Oxirgi marta Ermak mahsulotini qachon iste'mol qildingiz?
har kuni iste'mol qilinadi. Har kuni. Har kuni. Bizda mahsulotni sifatini aniqlash uchun hali degustatsiya degan bir narsa bor. Uni mutaxassis qilgani yaxshi, lekin iste'molchi sifatida biz o'zimiz ham har kuni endi laboratoriyamiz bor, laboratoriya analiz qiladi har kuni. Keyin 50 kishi endi mubolag'a bo'lmas, har kuni 50 kishi mahsulotni sifatini ya'ni aniqlab beradi. Har kuni bu ish bilan shug'ullanamiz. Har kuni busiz bo'lmaydi. Oziq-ovqat mahsuloti tabiiy mahsulotni ishlab chiqarish qiyin, bir xil qilib amalga oshirish qiyin, uni saqlash qiyin. O'shaning uchun shular shartlarni bajarish uchun u yana qayta gapiraman. Uni tabiiyligi, uni yuqori sifatliligi bizni eng bosh maqsadimiz, bosh niyatimiz, bosh harakatimiz. Mahsulotlaringizni asosan qayerlarda sotiladi? Ya'ni men oldin korzinkadan olardim, hozir kamayib qolganday. Mahsulotlarimiz respublikada bizni taxminimiz bo'yicha taxminan 40 ming atrofida savdo nuqtasi bor. Biz hammasida bormiz. Butun respublika bo'yicha. Va dunyoning 9 ta mamlakatida. Hozir 2 ta mamlakat bilan ishlarimiz oxirlab qoldi. Bu bittasi Birlashgan Arab Amirliklari va kuni kecha jiddiy harakatga tushdik. Bu Ozarbayjon bilan. Shu bilan 11 ta bo'ladi, hozircha 9 ta. Shu xuddi shunday O'zbekistonda qanday bo'lsa, shu dunyo bozorlarida ham, dunyo mamlakatlarda ham o'sha obro'ni, o'sha e'tiborni, o'sha harakatni to'xtamaymiz. Ming shukrki, mana yildan yilga har yili 70-80% ga eksportimiz oshyapti. Zo'r. Necha tonna mahsulot ishlab chiqariladi bir kunda yoki bir yildadir, balki sizda qanaqadir statistikasi bo'lsa agar? Taxminan 25 tonna har kuni. Har kuni 25 tonna mahsulot ishlab chiqariladi. Taxminan. Va dunyoni 9 yoki sal kamida 22 tonnadir ona. Zo'r. Demak, 40 mingta nuqta bo'ladigan bo'lsa, 40 mingta savdo nuqtasida ermak bor va o'sha 22 tonna butun O'zbekiston bo'ylab tarqatiladi. Ishlab chiqarishni o'zida nechta xodim ishlaydi? Ishlab chiqarishda qisman savdoyi ham bor 600 kishi. 600 kishi. Top management? Tabii. Top management necha kishi ofisda? 40 kishi atrofida bo'lsa kerak. Boshqaruvda 40 kishi demak. Boshqaruvda. 9 ta davlatga ham eksport qilaman dedingiz. Bir xil nom bilan ketadimi? Ya'ni ermak nomi bilanmi yoki boshqa nom bilan? Ermak nomi bilan. Hamma joyda Hamma joyda ermak. Xo'p, sizning strategiyangizni, prinsipingizni tushundik. Endi shunaqa bir gap eshitgan edim. Qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri bilmayman. Siz hozir aytganimizdek tabiiylik tarafdorisiz. Sof, tabiiy mahsulotlarni yetkazib berish sizning prinsipingiz. Coca-Cola sizga hamkorlik taklif qilishgan ekan. Shunaqa voqea bo'lganmi o'zi, yo'qmi? Bizga Coca-Cola taklif bo'lgan, bizga Sarbas taklif bo'lgan. Yana tashqaridan yana kimdadir taklif bo'ldi. Biz ularning taklifini nimaligini bilmaymiz. Nima deb taklif bo'lganini bilmaymiz. Birga ishlaylik dedi. Biz o'sha boshlanish davrida ular bizni o'rgandi. Biz yo'q deb aytdik. Nima sabab? Avvalambor biz dunyoga ham, O'zbekistonga ham qoplab, yashiklab to'liq savdoga tayyor bo'lmagan, qo'shimcha qiymat to'liq yaratilmagan mahsulot sotmaymiz. 100% mahsulotimiz qo'shimcha qiymat bizda yaratilib, ishchi kuchi shu yerda harakat qilinib, to'liq savdoga chiqadigan darajada qilamiz. Kimnidir nomidan mahsulot chiqarib bermaymiz. Keyin biz oilaviy biznesimiz. Biz sheriklikni ko'p ham ma'nosi yo'q deymiz. Biz uchun ahamiyatli emas deymiz. Sheriklik ish qiyin, ayniqsa do'stingiz bilan ish boshlasangiz ko'p hollarda
juda katta yaqinlik bilan ish boshlaysiz, juda haligi do'st bo'lasiz. 50 yillik, 20 yillik, 30 yillik do'st bo'lasiz. Lekin men afsuski o'shani ko'p hollarda dushman bo'lib bir-biringizdan ajralasiz. 10 ming 2 ga bo'linadi, 1 million esa yo'q. O'shaning uchun u narsaga biz bormaymiz. Mayli kammi, ko'pmi, boriga shukr, o'zimiz harakatdamiz. Bu hamma narsaga erishsa bo'lsa kerak degan nimamiz bor, o'z kuchimiz, o'z harakatimiz bilan, o'z intilishimiz bilan erishsamiz kerak degan orzuyimiz bor. Ya'ni boshqa kompaniyani qo'llab-quvvatlashi yoki boshqa kompaniyani qaysidir takliflari sizga qiziq emas. Endi fikr bo'lsa qiziq, lekin uni biz amalga oshirish uchun albatta qiziq emas. Biz kim bilandir sherik bo'lib u ishga borgan emasmiz, bormaymiz. Nima taklif berishganini ham bilmaysiz. Bilmaymiz. Endi men taxmin qilaman, ular bu snack ishlab chiqaradi, ya'ni chaqchuq chiqadigan mahsulot bo'lsa, o'shani yoniga shu narsani qo'shaylik degan bir fikr bo'lgan bo'lsa kerak. Endi u degan so'z juda katta kompaniyalar, ularda juda katta nimalar bor, vaziyat iloji bor. Bo'lsa kerak shunaqa deb, lekin biz ichkariga kirmadik ham, ko'p ham surishtirmadik. Rahmat taklif uchun deb qo'ya qoldik shu bilan. Eng katta xatoingiz nima biznesdagi? Aytib bera olasiz? Xatoyim. Endi xatolar ko'p bo'lgan. Qimmatga tushgani balki. Qimmatga tushgan xatolar ham bo'lgan. Bundan keyin ham bo'lsa kerak. Endi uni bir pul bilan o'lchagan joyimiz yo'q. Ba'zi ishlarni, ba'zi bir g'oyalarni juda ham murakkab bo'lib chiqib ketadi. Boshlaganimizda juda ham bo'ladi. O'sha boshlagan vaqtda shu murakkabligini bilmay qolamizda, o'sha ishni boshlab yuboramiz. Keyin ish boshlaganimizdan keyin u juda ham murakkabligini bilib qolamiz. Juda ham u qiyin bo'ladi. Keyin u yurg'izib yuborish uchun 3 yil, 4 yil, 5 yil zarur bo'lib qoladi. Ana o'sha joyda haligi kerakdan ortiq tavakkal qilib olamiz. Keyin yana bitta xatoliklarimiz shundan iboratki, biznesni mukammal yuritishni hamma yo'llarini ham bilmaymiz. Aniq birorta case bo'ladigan bo'lsa, voqea demoqchiman. Ya'ni siz qaysidir joyda noto'g'ri qaror qildingiz va buning oqibatida qanchadir deylik pul yo'qotdingiz yoki qaysidir loyihangiz o'xshamadi. Ya'ni biz bilganimiz ikkita, Ermak, Asl. Balki yana qo'shimcha loyihalaringiz bo'lgandir, o'xshamagan. Bo'lgan, kichik bir qado qildik. Bu yong'og'ida hali ham o'sha qado turibdi. U savdosi bo'lmadi. Keyin biz to'tiyo shinni ishlab chiqarishni boshladik, to'tiyo qildik. O'sha yerda biz mukammal qila olmadik. O'sha yerda o'sha narsani to'xtashga majbur bo'ldik. Keyin ba'zi hollarda keragidan ortiqcha xom ashyoni qayta ishlab qo'yildi-yu, uni savdosi bo'lmadi. Bunaqa muvaffaqiyatsizliklar ko'p. 10 ta ish boshlagan bo'lsangiz, 10 ta ish xarob bo'lsa, o'shandan 6 tasi, 7 tasi yuradi, 3 tasi yurmaydi. Faqat u umumiy bir loyiha bo'yicha emas, kundalik qarorlarimiz ko'p. Har doim ham to'g'ri chiqavermaydi. Shu tushunarli bo'lishi uchun hammaga, chunki hozirgi intervyularda yoki qaysidir podkastlarda hamma faqat muvaffaqiyatni, faqat yaxshi natijaga erishgan narsani olib chiqadi. Muvaffaqiyatsizliklarni ham bir gaplashib o'taylik degan ma'noda so'ragan edim. Demak, to'tiyo degan shinni mahsulotlari ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygansiz. U yoqda mahsulotni mukammallashtira olmaganingiz uchunmi yoki talab yo'q ekanmi auditoriyada? Yo'q, o'sha mahsulot mukammal qila olmadik. Qayerdan sezdingiz? Bizni aqlimiz, bizni nimamiz texnologik tushuna olmadik. Uning ustiga biz faqat tabiiy narsa ishlatishimiz mumkinligi u narsani juda ham og'irlashtirdi. Afsuski, dunyoda ishlab chiqariladigan oziq-ovqat mahsulotlarini
90% da ximiya bor, uni ichida qo'shimchalar bor, uni ichida insonga sog'lig'iga zarar bo'ladigan mahsulotlar juda ko'p. Birorta mahsulotingizni ichida shakar yo'q, birorta mahsulotingizni ichida kimyoviy moddalar yo'q. Yo'q. Har xil. 100% tabiiy. 100% tabiiy. Yaqin 10 yilda ham hech qanaqa bunaqa mahsulot chiqmaydi, shakarli. Chiqmaydi, u bizni nimamiz, imijimiz, bu bizni borligimiz. Uni o'shaning uchun ham biz borligi deb o'ylayman. Masalan, qurt mahsulotiga eng haligi nima qilish mumkin bo'lgan, haligi qo'shimcha qo'shish mumkin bo'lgan mahsulot. Ichiga un qo'shilsa, bir necha barobar oshib ketadi. Guruch qo'shilsa, yana ham oshib ketadi. Bir necha barobar. Bir hafta 10 kun o'sha qilib chiqarsa, milliardlab so'mda foyda ko'rish mumkin. Lekin yoki xomashyo bo'lmagan vaqtlari bo'lgan. Biz o'shanga borgan emasmiz, bormaymiz ham. Shakar yoki qo'shilmagan. Yo'q, hech narsa qo'shmaymiz. U bir tarafdan emas, o'zi ishlab chiqarish, tabiiy mahsulotni ishlab chiqarish juda qiyin. Saqlash qiyin. Qimmat. Doim ham sizda ko'proq foyda olish imkoniyati bo'lmaydi. Shunday. Xo'p, hozir asl brendi haqida ham gaplashdik. Bu brendni yaqinda, menimcha 3-4 yil oldin boshlandi. Necha pul ketdi u loyihaga? Endi men unaqa hisob kitobim yo'q. Hozir aytolmayman necha pul ketdi bu loyihaga. Endi aslni o'zi yurishi to'g'ri emas. Asl ermayni asli bo'lgani to'g'ri bo'ladi. Sal o'sha yerda xatolik ketdi. Asl deb alohida chiqarish harakatini qildik. Odamlar ko'plik tushunmadi. U ermayni asli bo'lgani ma'qulroq bo'ldi, chunki ermakka bo'lgan odamlarning ishonchi baland bo'lgani uchun biz ermaydan uzoqlashib ketmasligimizni tushunib qoldik. Biz hozir yana qaytayapmiz. U asli o'zi sal kichkinaroq bo'ladi-da, u ermay bo'ladi, ermayni asli degan gap bo'ladi. Ya'ni Nestle firmasini unday mahsuloti bo'lganday bo'ladi. Mana shu joy haqida detalni aytib ketdingiz, ya'ni odamlarni ishonchi ermakka yuqori, yangi brend, yangi nom ostida chiqqanida ishonch yuqori bo'lmadi deb. Qayerdan bu jarayon qanaqa bo'ldi? Endi bu jarayon biz 1,5 yil, 2 yil davomida marketolog bilan ishladik, chet el marketologlar bilan ishladik, o'zimiz ishladik. Xullas o'shani juda mukammal fikrlovchi bo'lmadi. Keyin biz yana izlanishni davom etdik, yana qo'shimcha boshqa marketologga murojaat qildikki, o'sha yerda ilmiy isbot bo'ldi, ya'ni mantiqiy isbot bo'ldiki, ermak ishonchlimi? Demak, ermakni yonida asl bo'lish kerak. O'shanda ermakka qarab, ishonga qarab buni iste'mol qiladi, buni sotib oladi degan fikrga bordik. Loyihaning eng muhim qismiga keldik desak bo'ladi. Bizda Blitz qisqa savol beraman. Xohlasangiz qisqa javob, xohlasangiz batafsilroq javob bersangiz bo'ladi. Tasavvur qiling, 20 yoshdasiz. Tanish bilish, pul, biznes hech narsa yo'q. Nimadan boshlagan bo'lardingiz? Biz davrimizda, yoshligimizda muvaffaqiyatga erishish uchun albatta maktabda yaxshi o'qish kerak. Oliy o'quv yurtida o'qish kerak, oliy o'quv yurtini bitirish kerak degan bir qat'iy bir nima bor edi, falsafa bor edi, qat'iy fikr bor edi. O'sha yo'l albatta. Bu maktab, bu oliy o'quv yurti va u yog'i mehnat faoliyati. Ya'ni bazaviy bilimlar birinchi o'rinda, keyin ko'proq mehnat. Albatta. Hozir ko'pchilikda shunaqa narsa bor, oliy ta'lim kerak emas, zamonaviy dunyo. Unday emas. Qo'shilmaysiz bu fikrga? Yo'q, albatta. Ilm olish davri faqat u ma'lumot olish davri emas. Faqat ma'lumot olish davri emas. Ilm olish davri 4 yil, 5 yil davomida, masalan, institutga kirgan bola, yigit birinchi kursda bir sodda, oddiy bir yigit bo'lgan bo'lsa,
4 yil 5 yildan keyin u boshqa yigitga aylanadi. Transformatsiya bo'ladi. Albatta. Qo'shilaman. Siz ana o'sha yerda nima vaziyatlardan o'tasiz, ilmni egallashni, ilmni o'zidan tashqari uni harakatga intilishi bor. U yerga o'sha kishini, insonni tarbiyalaydi. Hayotingiz yoki dunyoqarashingizni o'zgartirgan bitta kitob. Dale Carnegie. Dale Carnegie'ni barcha kitoblari. Asosan ha. Biznesda 33 yil. Eng asosiy qilgan xulosangiz. Bizni peshonamizga, mani peshonamga bir missiya yozilgan bo'ldi-yu, shu missiyani iloji boricha to'liq bajarishni amalga oshirish. Xo'p, tasavvur qiling, 1 million tadbirkor oldida chiqish qilyapsiz va ularga bitta maslahat berish imkoniyatingiz bor. Nima maslahat bo'lgan bo'lardi? Birlamchi insoniylik, birlamchi ko'pchilikka foydani tegishi, birlamchi halollik, ana shu narsalar asos bo'ladi deb o'ylayman. Yo'l yoki natija? Natija yo'lga bog'liq. Avvalambor albatta natija. Ish va uy balansini qanaqa ushlash mumkin? Ushlaysizsiz? Ya'ni work life balance deyshadi. Ish va uy balansi. Yaxshi doda, yaxshi erkak ertalab vohli chiqib ketdik, kechqurun kelgan ma'qul. Ko'p uyda o'tirmagan ma'qul. Ko'p uyda o'tirmagan ma'qul. Uyga kelish kerak, albatta uy bilan, bolalar bilan, nima bilan muloqotda bo'lish kerak albatta. Lekin birlamchi bir narsani amalga oshirish zarur deb hisoblayman. Endi yoshlarga balkim taalluqli emas, yosh kattaroqqa yaxshi doda, o'yda yo'q doda deyiladi. Natijaga erishish uchun ko'proq mehnat qilishga to'g'ri keladi. Ya'ni kuniga 8 soat emas, 12 soat, 14 soat balkim. Bu noto'g'ri fikr. Noto'g'ri fikr. Bu noto'g'ri fikr. G'oyalik fikrli bo'lsangiz, siz jismoniy harakat qilib bir ketma chopadigan yoki bir to'qirni stanokda bir ishlaydigan odam bo'lsangiz, u ahamiyatli. Lekin g'oya bo'ladigan bo'lsa, bitta g'oya bilan bir kun emas, yillar davomida bitta g'oya bilan ishlash mumkin. U 8 soat, 10 soat ishlash shart emas. Ya'ni faqat g'oya bilan, faqat strategiya bilan ishlaydigan odamga ko'p ishlash, o'zini zo'riqtirib ishlash shart emas. Yo'q. Men ham masalan, men o'z muvaffaqiyatimda men ko'p ishlaganman, men ko'p harakat qilganman degan gapira olmayman. Ko'p harakat qilishga bog'liq emas unchalik ham demoqchisiz. Ko'p harakatga bog'liq. To'g'ri, strategik qarorlar qabul qilishga bog'liq. Valijon aka, sizga rahmat kattakon bugungi intervyu uchun. Judayam miyani ochadigan, yoshlarga, tadbirkorlarga ayniqsa foydali bo'ladigan intervyu bo'ldi. Rahmat kattakon. Yoshlarga maslahatim, biznes yuriting, biznes boshlang, muvaffaqiyatli bo'lish uchun ko'p biz zamonimiz, jamiyatimizda juda sharoit yaxshi, juda ishlar ko'p, bajarilishi ishlar bo'lgan ko'p va aksariyat holatda hozirgi zamonda ilm bilimlik olish ko'p, biznes o'qish ko'p, harakat ko'p, muvaffaqiyatli bo'lasiz degan bir nimam bor, istagim, xohishim. Biznes O'zbekistonda biznes qilishni amalga oshiring. Zo'r.